O'ylab ko'rganmisiz, nima uchun kimdir sizdan kamroq bilim bilan 2 barobar ko'proq pul topadi? Nima uchun siz ertalabdan kechgacha tinim bilmay ishlaysiz-u, lekin hamyoningiz kelgusi oylikni kutib turadi? Men sizga hozir daromadni 2 barobar oshirish haqida gapirmoqchiman. Lekin bu siz o'ylagandek yana bir kasb o'rganish yoki yana bitta diplomni ko'paytirish yoki tinimsiz ishlab mehnat qilish haqida emas. Muammo sizni harakatingizda emas. Muammo sizni ichki sozlamangizda, ichki limitingizda, sizni ongingizda, sizni psixologiyangizda, sizni miyangizda, sizni bilimlaringizda. Agar siz hozir bu videoni oxirigacha ko'rib, ichki limitingizni, ichki algoritmingizni o'zgartirmasangiz, kelasi yil yana 10 yildan keyin ham hozirgi joyingizda xuddi shu holatda o'tirgan bo'lasiz, va lekin biroz charchagan va holsiz holatda. Keling, eng og'riqli joydan boshlaymiz. Atrofingizga qarang. Siz o'zingizga eng sifatli, eng yaxshiroq narsalarni ravo ko'ryapsizmi? Ko'pchiligimizda bitta yomon odat borda, biz hamma narsani keyinga suramiz. Eng yaxshi sifatli kiyimlar to'y uchun, eng yaxshi idishlar bu mehmonlar uchun yoki eng yaxshi pullar qora kunlarimiz uchun yoki qiyin kunlar uchun olib qo'yamiz. O'zingizni eng oxiriga qo'yasiz, menga esa bo'laveradi deysiz. Agar biror narsa olmoqchi bo'lsangiz, arzonroqni olasiz va hammadan oldin hammani ta'minlaysiz va o'zingizni eng oxirgi holatga keltirib qo'yasiz. Men ikkinchi darajali narsalarga loyiqman deb qolasiz. Keyin esa nimaga dunyo menga katta imkoniyat bermayapti? Hammani imkoniyati keng, hamma katta pullar topyapti, ishlar yurishyapti. Nega meni ishim yurishmaydi? Nega men katta pul topa olmayapman deb hayron qolasiz. Bilasizmi nima? Inson qachonki o'ziga katta bir narx qo'ya olsa, ya'ni o'zini baholay olsa, butun olam ham unga katta narx qo'ya oladi va uni baholay oladi. Bu bilan nima demoqchiman? Agar siz o'z vaqtingizni va o'zingizni ishlab chiqarayotgan biror bir mahsulotingizni yoki xizmatingizni o'zingiz hurmat qilmasangiz, o'zingiz muhabbat bilan bu narsani bajara olmas ekansiz, arzon tiyinlarga baholashga majbur bo'lar ekansiz. Va bu arzon narxni o'zingizga qo'ydingizmi, chetdan bir inson kelib sizga millionlarni taklif qilmaydi. Daromadni oshirish bu birinchi navbatda siz o'zingizni arzon sotishda to'xtatish degani. Bu degani nima degani? Siz o'zingiz ishlab chiqarayotgan mahsulotingizga va o'zingizni mehnatingizga muhabbat bilan qarash degani. Bu degani o'zingizga nisbatan muhabbatli bo'lish degani, o'zini hurmat qila olish, o'zini qadrlash degani. Endi esa ikkinchi masalaga o'tamiz. Tasavvur qiling, sizni ichingizda bitta moliyaviy limitni qabul qiladigan bitta katta tizim bor. Agar sizni ichki limitingiz, ya'ni ichki holatingiz 5 million ishlab yurgan bo'lsa-yu, agar o'sha 5 millionni har doim olishga ko'nikib qolgan bo'lsa, men sizga 50 million pul bersam ham bu 50 millionni siz saqlab qola olmaysiz. Bu 50 million sizni qo'lingizdan chiqib ketadi. Sizni qo'lingizga pul keldimi, siz qayergadir sarflashni xohlaysiz va bu pulni xuddiki qo'lingizni pul kuydirayotgandek tarqatib chiqasiz yoki siz nimalargadir sarflaysiz. Balki bu pul sizda turmaydi. Bu kasalingizga ketib qolishi mumkin. Bu qandaydir bir ortiqcha xarajatlar chiqib buyumlar olishingiz mumkin va sarf xarajatingiz ko'payib ketishi mumkin. Bu pulni ishlatmasam bo'lmaydi-ku deb pullaringizni ishlatib yuborasiz. Nimaga? Chunki miya buni katta xavf deb qabul qiladi. Katta pul bu katta xavf. Bizni ongimizda, miyamizda, bizni ichki limitimizda ortiqcha pul, katta pul yomon yoki xavfli degan tushunchalarni bizga beradi. Bizni holatimiz yana 5 millionga tenglashib qoladi. Yana ko'ribsizki, oyma-oy sizga yana qaytib 5 million kelib qolaveradi. Chunki miyangiz va ongingiz katta pulni xavfli deb qabul qiladi. Boy bo'lsam, hamma mendan pul so'raydi, qarz so'raydi, munosabatlarim buziladi degan qo'rquvlar sizni katta puldan himoya qiladi. Siz aslida katta boylikdan qochyapsiz. Chunki sizni ichki limitingiz bunga tayyor emas. Bu pullarni qabul qila olmaydi. Biz darslarimizda aslida mana shu ichki limitni kengaytirishni o'rganamiz. Ichki limitni kengaytirish uchun esa biz psixologiyamizni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Psixologiya sozlanmasa, pulga, munosabatga sozlanmasa, bizni ichki limitimiz esa katta pullarni qabul qilmay qo'yadi. Darslarimizdan so'ng esa siz katta pullar kelib qolganda bu meni haqqim deb qabul qilishni boshlaysiz. Siz katta pul xavfli deyishni emas va undan qo'rqib qochishni emas, uni qayta qabul qilish, bu
mani haqqim deb qabul qilishni boshlaysiz. Siz ko'p ishlash ko'p pul keltirmaydi degan gapni eshitgansiz, to'g'rimi? Qarang, agar ko'p ishlash odamni boy qilsa, eng boy odamlar 24 soat tinimsiz og'ir ishlagan bo'lar edi. Lekin unday emas. Pul bu sizni ichki limitingiz va dunyoga berayotgan muhabbatingiz, o'zingizni holatingiz, o'zingizga bo'lgan hurmatingiz, bu ong holati, bu psixologiyangizni holati, bu miyangizni, bu holat qalb holatidir. Agar siz asabiy holatda charchagan yoki men buni albatta qilishim kerak, buni qoldirmasdan, to'xtatmasdan qilishim shart deb o'zingizga yuk bilan ishlayotgan bo'lsangiz, sizni foydangiz doim nolga teng bo'lib qolaveradi. Siz qurbonlik rolidan chiqishingiz kerak. Aynan chiqish payti keldi. Menga kam to'layapti deb emas, menga kam to'laydigan joyda ishlashni tanlayapman deb ayting. Bilasizmi? Siz mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishingiz kerak. Agar mas'uliyatni o'z bo'yningizga olsangiz, sizni ushlab turgan zanjirlar uziladi. Pul bu erkin va o'ziga ishongan insonlarni yaxshi ko'radi. Bilishingiz kerak, birinchidan, siz taklif qilayotgan narsaning qiymati nimaga bog'liq? Ko'pchilik aytadi, men xizmat ko'rsataman, men dars beraman, men mahsulot ishlab chiqaraman deydi. Bu eng arzon yo'li. Siz odamlarga xizmatingizni emas, muammosiga yechimni soting. Tasavvur qiling, siz tikuvchisiz. Siz tikkan kiyimni ayol kishi kiyadi, o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi va sizga kattaroq pul to'laydi. Nimaga? Chunki u ko'ylakni kiygan paytida o'ziga bo'lgan ishonchi ortdi va unga g'oyalar keldi. Tasavvur qilyapsizmi? Siz nimani sotyapsiz shu paytda? Aynan siz kiyim orqali ayolga o'ziga bo'lgan ishonchni sotyapsiz. Siz esa ko'p hollarda siz xizmatingizni sotasiz. Men bu ko'ylakka mana bu narsani qo'shib qo'ydim, buni qo'shib qo'ydim deysiz va bu esa arzimagan pulga chaqiladi. Tasavvur qiling, siz ustasiz, siz aynan odamlarga xotirjamlikni, shinamlikni sotasiz. Odamlar shinamlikni va xotirjamlikni ko'rganda bu uyni qimmat baholab sotib oladi. Agar siz o'z xizmatlaringizni sotsangiz esa yana kichkina chaqaga aylanib qolaveradi. O'zingizdan so'rab ko'ring, sizni xizmatingiz odamlarga nima sotadi? Shunchaki vaqtinchalik o'zgarishmi yoki bir umrga tinch va totuv hayotmi? Qachon siz o'z xizmatlaringizni yuqori baholay olasiz? O'zingizga bo'lgan hurmatingiz, ishonchingiz baland bo'lganida va sizni ichki holatingiz yuqori bo'lganida. Keling, men sizga buni shunday tushuntiraman. Bir kun ustozimning oldiga ishdan charchagan va holsiz holatda bordim. Juda ham biznesimda qiynalib turgan edim. Pul ham kelmay qo'ydi. Hamma eshiklar xuddi yopilgandek tuyuldi menga. Va ustozim oldiga borganimda, ustozimga aytdim, menga pul kelmayapti, ishlarim yurishmayapti deb bir dunyo gaplarni qalashtirdim. Ustozim qarab turdi-da, "Nima qilging kelyapti?" dedilar. "Ketgim kelyapti, ota-onamni ziyorat qilgim kelyapti" dedim. "Hozir joyingdan turginda ota-onangni ziyorat qilib kelgin" dedilar. Men shunda turib ketishim mumkin edi, lekin men Toshkentda yashayman, ziyorat qilish uchun Buxoroga borishim kerak edi va aynan shu paytda qo'limda Buxoroga borishga ham pulim yo'q edi. Ustoz, hattoki Buxoroga borishga ham pulim yo'q deganimda, ustoz aytdilarki, "Unda piyoda borgin, kerak bo'lsa yugurib borgin" dedilar. Bilasizmi, ichimda bir chiroq shunchalik yondiki, katta eshiklar menga ochilgandek bo'ldi. Yopiq eshiklar ochilib, quyosh nur taratayotgandek bo'ldi. Meni xayolimda piyoda yurish mumkin emasdek, piyoda borish mumkin emasdek tuyulardi. Lekin ustozim yurib borgin, yugurib borgin deganida, ha, mumkin ekan-ku degan fikr kelgan. Xuddi shu paytda ishxonaga qaytib borganimda, allaqachon pullar tushgan, allaqachon ishlar boshlanib ketgan va men samolyotga bilet oldim va samolyotda yurtimga uchib bordim. Bilasizmi, menga pul eshiklari qanday ochildi? Chunki o'zimga ruxsat bergan edim, borishga ruxsat bergan edim. Allaqachon hali qilib ko'rmagan ishim uchun katta o'zimni oldimga bloklarni qo'yib, to'siqlarni qo'yib, yurishga, borishga, mumkin emaslikka taqalib qolgan edim. Inson ba'zan o'zi tushunmagan holatda ilojisi yo'q deb ko'p joylarda o'ziga to'siq qo'yadi va aynan ichki limit mana shu joyda yopiladi. Yana tushuntirish boshlayman. Ikkinchidan, vaqt degan tushunchani tushunib oling. Nimaga ba'zi bir narsalar bitta joyda qimmat, bitta joyda juda arzon? Chunki odamlar natijaga qanchalik tez va oson erishsa, shunchalik ko'p pul berishga tayyor bo'ladi. Agar siz mijozga buni sizga bir oyda tayyorlab, chiroyli qilib beraman desangiz, u siz bilan savdolashadi. Lekin siz unga "Men buni 3 kunda sizni ortiqcha ovora qilmasdan hal qilib beraman" desangiz, u sizga istalgan summani
to'laydi. Daromadni oshirish siri mijozni vaqtini tejashda va oldidagi to'siqlarni olib tashlashda. Siz odamlarning og'irini qanchalik tez, yengil qilsangiz, oson qilsangiz, baraka sizni hayotingizga shunchalik yengil va oson kirib keladi. Uchinchidan esa rad etib bo'lmas darajadagi ishonch. Ko'pchilik o'z xizmatiga narx qo'yishga qo'rqadi. Nega? Chunki o'zi ham o'sha pulga loyiq ekanligiga ishonmaydi. Bu aynan sizni yana ichki limitingizga bog'liq. Yana sizni psixologiyangizga, sizni ong bilimlaringizga, bu miyangizni balansiga bog'liq. Agar siz bilimingizni 1 millionga baholasangiz, mijoz sizni bu bilimingizdan 10 million foyda olishini tushunishi kerak. Agar sizni taklifingiz mijoz uchun foydali kelishuv bo'lmasa, u sizdan sotib olmasligi aniq. O'zingizga shunday savol bering. Men taklif qilayotgan narsani mijoz sotib olmaslik unga zararmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz mijozga shunday taklif qilingki, u yo'q desa, o'zini imkoniyatini qo'ldan boy bergan ahmoqdek his qilsin. Mana siz bugungi darsimizga ham vaqtingizni ajratdingiz. Endi tanlov oldidasiz. Yo bu video darslarni siz yaxshi gaplar deb unutasiz va yana avvalgi hayotingizga qaytasiz. Yoki bugun hammasini o'zgartirishga qaror qilasiz. Agar rostdan ham o'zingizni tubdan o'zgartirib, daromadingizni 2 barobar oshirishni xohlasangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, meni daromadni 2 barobar oshirish kursimga qo'shiling. U yerda biz siz bilan yillar davomida yig'ilib qolgan ichki bloklarni va ong bloklarini yechamiz. Moliyaviy sig'imingizni kengaytiramiz. O'zingizni qadrlashni va mehnatingizga munosib narx qo'yishni o'rgatamiz. Eng muhimi daromadingizni oshirishni aniq amaliy 40 kunlik rejasida tuzamiz. Men sizga shunchaki bilim emas, hayotingizni yangi darajaga olib chiqadigan tayyor yechimni beraman. Ro'yxatdan o'ting, men sizni darsda kutib qolaman.